Eng yaxshi filmlarimizdan biri bo'lgan Ulfatlar film aktyorlari hozir necha yoshda? Do'stligimiz mana shu devordek mustahkam bo'lsin. Nishon ismli qahramon rolida ko'rinish bergan aktyor Muhammad Abdulxayrov 1970-yili tavallud topganlar va hozir 55 yoshdalar. Qattan oldi mana et o'zi. Qattan oldi. Ya o'sha oldi. Ana. Uchqun rolini maromiga yetkazib ijro qilgan aktyor so'z ustasi Mirzabek Xolmedov 1961-yili tavallud topganlar va hozir 64 yoshdalar. Bittasi infarkt bo'lmayman deb chopar ekan. Nima bo'ldi? Insult yetyapti. Qurilgan devor qulab tushgan unutilmas sahnada qiyin rolni ijro etgan Dilfuza Ismoilova 1968-yili tavallud topganlar va hozir 57 yoshdalar. O'rtasida soling, o'rtaga solmay chetiga esa olmanmi? Ana bo'lmasa. Videoni davom ettirishdan oldin sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Temir rolini ijro etgan mahoratli aktyor Erkin Komilov 1946-yili tavallud topganlar va hozir 79 yoshdalar. Filmning bosh qahramoni Jalil obrazini mahorat bilan ijro etgan aktyor va rejissyor Murod Rajabov 1949-yili tavallud topganlar va afsuski 2023-yilning 8-aprel kuni bu dunyoni tark etganlar. Haligi bitta omid qilinglar. Omin qildi-ku. Filmdagi qaysi jumla esingizda qolgandi? Kommentariyaga yozib qoldiring.